Assalomu alaykum bizani YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugungi mehmonimiz Solux Power kompaniyasida rasmiy faoliyat olib boruvchi yetakchi injener Sardor Xo'ja aka. Sardor Xo'ja aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarmang. Sizga Solux Power kompaniyasi haqida 3-4 savolimiz bor. Shu savollarga bir batafsil tushunarli qilib javob bersangiz, videoni kuzatuvchi bizani obunachilarimizga manfaatli video bo'ladigan umiddaman. Birinchi savolim, Solux Power kompaniyasi haqida umumiy ma'lumot bersangiz. Solux Power bu Xitoy tashkil etilgan quyosh energetikasi bo'yicha o'z faoliyatini olib borib kelayotgan kompaniya bo'lib, asosan quyosh invertorlari, energiya saqlovchi tizimlari va smart energiya boshqaruvchi texnologiyalarni ishlab chiqaradi. Solux Power kompaniyasi 110 dan ortiq davlatlarda, shu jumladan Germaniya, Avstriya, Vengriya, Yaponiya kabi davlatlarda o'z faoliyatini olib boradi. Ya'ni shuni aytib o'tishim kerakki, Solux 338 ta o'zining patentiga ega va 1000 dan ortiq R&D jamoasiga ega. Ikkinchi savol, Solux invertorlarini boshqa brendlardan ustunligi. Solux invertorlari o'zining yuqori samaradorligi, kuchli MPPT algoritmi, parallel ulash imkoniyati, IPS funksiyalari, litium batareyalar bilan moslashuvchanligi, kuchli smart monitoring sistemasi, Solux Cloud, ayniqsa gibrid modellarida batareya integratsiyasi juda mukammal ishlangan. Solux Power kompaniyasi gibrid energiya texnologiyalari bo'yicha dunyo yetakchilaridan biri hisoblanadi. Solux mahsulotlari yuqori samaradorlik, xavfsizlik va uzoq muddatli ishonchliligi bilan ajralib turadi. Xo'p, uchinchi savolim, smart monitoring tizimi haqida ma'lumot bersangiz. Smart monitoring tizimi Solux Cloud platformasi orqali invertor, Wi-Fi yoki LAN yordamida internetga ulanadi. Foydalanuvchi mobil ilova yoki web portal orqali generatsiya statistikasini, batareya holatini, yuklama ko'rsatkichlari, xatoliklar haqida real vaqt rejimida kuzatishi mumkin. Shu o'rinda gibrid invertorlar novi ularning afzallik tomonlari haqida bir ma'lumot bersangiz. Gibrid invertor bu quyosh panellari, elektr tarmog'i va batareyani bir tizimda boshqaruvchi qurilma. Afzalligi, elektr tarmoqlarida uzilish kuzatiladigan bo'lsa, o'zingizda alohida rezerv ta'minotingiz bo'ladi. Solux gibrid invertorlari 4 millisekunddan qisqa vaqt uzatida rezerv ta'minotiga o'tadi. Hatto tarmoqda uzilish sodir bo'lganini ham sezmay qolishingiz mumkin. Xo'p, keyingi savolim, O'zbekistonda invertor o'rnatish bo'yicha asosiy muammolar nimada? Tarmoq kuchlanishini o'zgartiruvchanligi birinchi o'rinda, noto'g'ri kabel tanlovi, yerga ulash, zazimleniya muammolari juda ko'p kuzatiladi, past sifatli montaj. Professional loyiha va to'g'ri hisob-kitob juda muhim narsa. Va oxirgi savolim, nima uchun Solux'ni tanlash kerak? Doimiy professional texnik yordam mavjudligi, bundan tashqari o'rnatuvchilar uchun tashkillashtirib kelayotgan trening seminarlar, Toshkentda va Urganch shahrida o'z faoliyatini yuritib kelayotgan rasmiy ta'minlash markazlari mavjudligi, Solux mahsulotlari uchun 5 yildan 10 yilgacha kafolat borligi. Sardor Xo'ja aka, javoblar uchun katta rahmat. Menimcha bu bizani kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz uchun manfaatli video bo'ldi. Ayniqsa ustalarga talab takliflar bo'lsa, Izohlarni yozib qoldirsangiz javob beramiz. katta rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.